o'zlari kelishyapti. Biz ikkining ham boshqaning ham hech bo'lmay yordam berolmaydi. Videoda ham aytdilar. Shunaqa dedi. Qo'polman. Keyin ukasi keldi, mashinani qo'ydi. Mashinada o'tirdim. Biz ikki kelaman deganda aytdim o'shanga. Aytsam, urib ketyapti. Mashinadan tushganim yo'q. Tushmadi. Keyin tortib tushirib, telefonimni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Videolarni o'chirmoqchi bo'ldi. Olib qo'ymoqchi bo'lishdi. Telefonlarim yerga tushib ketdi. Hop. Bilan tortishib ketib qoldi. Keyin mashina zavod bo'lib turgandi. Keyin mashinada ham urishdi-da. Mashinada urganda mashina nada turgandi. Do'st turarganda daga urilib ketib qoldi. Bilan oldinga urilib ketdi. Stressda bo'lganim uchun bilmay qoldim nima bo'lganini. Kelishyapti, narigi blogerlar ham kelyapti-da, bosim qilishyapti. Kelishyapti, tuplashyapti-da, mashinaga musuq tashib ketishyapti. Mana shunaqa ish o'tdi-da. U ayol da'vosi nima bo'ldi sizga? Nima? Ayol da'vosi shantaj qilyapti-da. Mana aytib, meni zo'rladi, ana aytibdilar, mana yoshcha gapirganim yo'q, boshqani qilganim yo'q. Sizda bu bo'yicha to'liq ma'lumot ichida video kamera zapis qiladimi? Yo'q, o'zim uchun videoga oldim. Telefonimga videoga oldim. Shu. Siz famingizni yana nima? Jo'raboyev Yoqubbek. Bu o'zi sizda yana shunaqa holatlar bo'lib turganmi avval? Hech mashinangizda klientlar tomonidan shu bolasiga qarashmaydi, okay? Shu klientlar o'tirishadi, bolasiga qaramaydi. Bee'tibor. Bola-ku deydi. Eshikni ochib tushib ketib qolishi bor, boshqasi bor. Shu bir aybdor bo'ladi bunda. Shunaqa. Rahmat. Bo'ldi.